Bizni xohlagan paytda yema. Noto'g'ri vaqtda yesang, foydadan ko'ra zarar keltiramiz. Men olmaman. Meni ertalab och qoringa yesang, tolalarim haqiqatan ham foyda beradi. Men bananman. Meni mashqlardan oldin ye, kechasi yema. Aks holda energiyam yog' bo'lib saqlanadi. Men kiviman. Meni uxlashdan 1 soat oldin ye. Men uyquni yaxshilashga yordam beradigan yagona mevaman. Men tarvuzman. Meni kunduzi ye. Kechasi yesang, seni tez-tez uyg'otib bezovta qilaman. Men ananasman. Meni ovqatdan keyin ye. Och qoringa yesang, foyda o'rniga zarar berib qo'yishim mumkin. Men apelsinman. Meni ertalab ye. Kechasi kislotam oshib etib, tomog'ingni bezovta qilishi mumkin. Biz uzunmiz. Bizni ovqatlar orasida energiyang tushganda ye. Og'ir ovqatdan keyin yema. Men mangoman. Men shakarga to'laman. Kunduzi yesang, hazm bo'lib ketaman. Kechasi esa energiyam zaxiraga aylanadi.